eng mıқты baldarыбыз болуп эсептелинет. Булар эң жакшы окуган, адап ахлакыда эң жакшы мыкты окуучуларыбыз болуп эсептелинет. Ушул балдарыбызды бүгүн чоң майрамы, анан ушул майрамына менен куттуктап, буларга атайын белектерибиз бар. Ошол белектерди да тапшырып коебуз. Калгандарыбыз кол чабуу менен аларды куттуктап турабыз. Макулбу? Баштайлык анда. Сперва силерди биздин мейманыбыз менен тааныштырып өтсөм, Дилшатбек уулу Илхамжан бул основатель фонда Ихлас, анан учебный центр Авангард бар, уккансыңар, ошо учебный центрде окуу борборунун жетекчиси болот. Биздин основной, биздин эң алдыңкы спонсорларыбыздан, анан силерди көңүллөрдү всегда көтөрүп жүрө турган агайыбыз болуп эсептелинет. Агайга кош келдиңиз деп айтабыз. Рахмат келгениңиз үчүн. Анан балдарыбыз да сизге ыраазычылыгына өзү ичиндерди ойлонуп тургулар. Ошо айтып бересиңер, анан кийин. Азыр болсо баштай береликпи? Баштайлык. Балдарыбызды фамилиясы боюнча чакырып өтөбүз, аларга белектерибизди тапшырабыз. Калгандарга үлгү болсун, силер ошо балдарыбыздын бүгүнкү майрамы менен куттуктап кол чабуу менен турасыңар. Макулбу? Баштайлык анда. Мана атайын Дилшатбек уулу Илхамжан агайыбыз өзү тапшырат, а мен биякта силердин атыңарды окуп берем. Биринчи эң мыкты окуучуларыбыздан бири Алишеров Абдулбари. Kaça çalamız? Polizi beri. Kül. Birge Şimdi körse. Balдар birge сүрөткө түшөсүнөр. Rahmat. Arkadan kaçıyorlar. Рахмат. Evet arkadan. Keyinki окуучубуз Алишерова Сорахон. Suratga qarang, suratga tushing. Tabassum qiling, kuling. Hurvaliyeva Azizaxon. Suratga qaraysiz. Ana. Abdullayeva Samira. Саламатсызбы деп сурашып, анан рахматты, ыраазычылыкты айтып, Кубатов Мухаммадали. Барбы? Жок экен, ашык. Кийинкиси Маткаримов Хабибулло. Keyingi o'quvchimiz Sadriddinov Umar. Ne deyish kerak? Rahmat deyish kerak, balдар. Tak, Kadir Muhammedova Ansora. Yo'q ekan. Keyingisi Abdullayeva Bibi Sora. Abdumutallipov Muhammad Amin. Вот сюда. Вот. Здоровайся, молодец. Так, вам там слышно, да, ребята? Давайте поддерживать будем. Набиджанова Фарзона. Мелибаева Имона. Зарифова Ойша. Хасанбаева Osiyo. Balдар qo'l chavoq meni. Muhammadjanov Abdurahmon. Tak, Jurayeva Xadicha. Eng oldingi o'quvchilardan ekan.
Abdazimov Ali. To'xtabayev Elaman. Nasriddinova Bushro. Atabayev Muhammad Yusuf. Shashibay. Razıchilik aytib, Qasimova Muslimaxon. Tursunova Nozima. Hashimova Rayona. Abidjanova Ziyoda. Samiyeva Rayona. Umarov Abdul Sami. Abdul Sami. Boronova Zubayda. Qo'lchavlar meni ballar. Cho'ng klasslar. Mir Yakubova Ansora. Ahmadjanova Samiya. Mansurov Muhammad Umar. Mansurov это у нас самый. Поздравляем. Бахрамджанов Имронбек. Тоже. Анварджанова Муниса. Нет ее. Так, Таджиматова Фатима. Хлопаем, ребята. Насреддинова Муштари. Муштари, ты где? Абдуллаева. Муштари бар mı? Здесь. Razıchilik aytdi, bor. Abdullayev Fatima. Где? Нету, да? Шукурова Ziyoda. Ziyoda. Halilullayeva Sumaya. Ahmadjanova Oysha. Так, qo'lchavlar bo'lsin, baldar. Malikov Eldos. Eldos ham qo'lchav qo'g'ilib, sportsmen. Tennisni mixta o'ynaydi. Matkarimova Muhabbat. Muhabbat eng odobli qizlardan biri. Juda chiroyli she'rlar o'qiydi. Так, Sharapova Aziza. Поздравляем. Файзуллаева Фатима. Молодец, Фатима. Она у нас вообще очень хорошая девочка. Тухтаев Дауд. Даудбей, давай. Интеллигент наш. Халилова Марзия. Марзияхан. Молодец. Вот сюда. Смотри. Джураев Хасанбой. Хлопаем, ребята. Абдурашитова Фатима. У нас Фатимы много. Акбаралиева района. Кадыров Абдулбасит. Ты где? Мухтарова Мохиддин. Мухтарова. Нет, да, ее тоже?
Altmışeva Ayana. Tak. Bo'ldi, shu menen bugungi. Tak, Habibullayev Musimaxon. Musima, где? Ibaydullayeva Arafatoy. Ibaydullayeva. Так, ошо менен балдар көрдүңөр, силерге чоң белек, бул сертификат. Инамова Сумая бул жактабы? Инамова Сумая. Жок, а? Набиджанова Малика. Набиджанова Малика. Малика. Вот наша принцесса, давай. Поздравляем тебя. Şu menen balдар силерди дагы бир жолу куттуктайбыз. Силерге ийгилик, анан башка балдарыбызга үлгү болгонулор үчүн силерден абдан биз кубанычта турабыз. Bundan keyinki окууларда, иштерде, өзүнөрдө адеп акылакынарда эң мыктысы болуп жүрүшө бергениңерди тилектешпиз. Анан биякта көрүп турганыңардай сертификат ваучер, ошол 1500 сомдук любой этот курс, английский болобу, балки компьютерный курс болобу, өзүнөргө жаккан курстарга барып окуп келип абдан сонун билимдерди алып жүрүшүңөрдү тилектешпиз. Ушу менен балдар дагы бир общий куттуктайбыз. Анан куттуктап койгула. Бардыгыбыз өзүбүзгө да андан кийин фотосессия болот. Балдар эч жакка кетпейбиз бардыгына. Азыр болсо биздин мугалимибиз Эхсан Жураевичке сөз берсек, агай да силерге тилектерди айтып кетет. Assalomu alaykum. Odam havas qilish kerak. Mana sizlar havas qilmayapsizlar. Gaplashib turibsizlar. Men havas qilib shu yerda o'tiribman. Shu bolalarim bor ekan, shu maktab bo'lib turibdi. Bu bolalar maktabning qaymoqlari, asallari, qiyomlari. Maktabning ko'rki bu. Maktabda olimpiadadan boshqa o'quv ko'rsatishdan eng yuqori ko'rsatishlar ko'rsatgan bolalar. Men havas qilyapman. Bular tarbiyalagan ota-onalariga rahmat. Bular kelajagimizni porloq boshqaruvchi, ilmli, bilimli jamiyatimizning ziyolilari bular. Men o'ylaymanki, bu ajoyib kasb egalari bo'ladi. Mana sizlarga hozir sertifikat berildi. Nima sababdan? Bu sertifikat juda qimmat narsa. Bu hamma narsa ilm, bilim uchun. Men bir narsani nimaga qo'shimcha qilib aytib qo'ymoqchiman. Men Vladimir Jirinovskiyni juda yaxshi ko'raman. Rahmatlik. Jirinovskiy juda bir Olmaotada tug'ilgan, mana Covidda vafot etdi. Eng lider, Rossiyan lideri. Shu odam aytib berardi. Men dedi, juda kambag'allikda yashadim dedi. Atrofimdagi bolalarda sharikli ruchka bo'lsa, men oddiy ruchkani siyohdanga tekkizib yozardim dedi. Yaxshi futbol o'ynaydigan bolaga havas qilardim dedi. Men futbolda uncha yaxshi o'ynay olmasdim dedi. Men bilan KGBning nachalligini qizi o'qir dedi. Otasi mashinada olib ketib qo'yardi dedi. Yemog'i, ichmog'i chiroyli edi. Hammasi mendan chiroyli kiyinar dedi. Menga hech qanday kelgan dedi. Meni xolam dedi. 300 so'm pul berdi dedi. Tug'ilgan kunimga dedi. 300 so'm pulga o'ylanib, men ham havas qilib ruchka sotib oldim dedi 250 so'mga. Qolganiga dedi 3 ta kitob sotib oldim dedi. Filosofiyadan, ekonomikadan, hamda shu politikadan shu kitoblarni o'qidim dedi. Men juda o'zimni g'alati tutdim dedi. Men kitob o'qidim dedi. Keyin borib 50 yoshga kirganda dedi, men Rossiyada eng ilg'or odamlardan bo'ldim dedi.
haligi ota-onasi boy, kitob o'qimaganlar, shirin ovqat yeganlar hammasi qolib ketdi dedi. Ashi bo'yicha qolib ketdi. Ular kitob o'qimay, ashi saviya bilan qolib ketdi dedi. Mana bu sertifikat, kitob, ilm, bilimli odam kelajakda boshqaradi. Kelajakda elini, vatanini eng ilg'or insonlardan bo'ladi. Shuning uchun men a'lochilarga alohida o'zgacha qarayman. Chunki ularning do'sti, eng qadrdon do'sti bu kitob. Odam amaliga qarab, chiroyiga qarab, boyligiga qarab do'st bo'ladi. Amaldan tushgandan keyin hammasi undan yuz o'giradi. Kambag'al bo'lib qolsa bittasi bir tiyin bermaydi. Chiroyi bo'lsa, chiroyi yo'qolgandan keyin unga hech kim qaramaydi, siz sevaman ham demaydi, teskari qarab ketadi. Odam shunday yaratilgan. Shuning uchun eng vafodor sizni do'stingiz bu kitob. Kitob sizni hech qachon sotmaydi. Siz bilan keladi, siz bilan ketadi nargi dunyoga. Eng asosiysi sizga to'g'ri maslahat beradi, ilm, bilim beradi. Qaysi yo'ldan yur deb o'rgatadi. Shuning uchun men shunday insonlar bo'lishinglarni xohlardim. Amaliga qarab, chiroyiga qarab, boyligiga qarab munosabat to'xtatish kerak. Sizlar shunday insonlar bo'ladilar degan umiddaman. Men hammani sinfimda olimpiadalarga qatnashgan, fanlardan qatnashgan o'quvchilarim bor. Tarixdan qatnashdim mana. Rus tilidan qatnashdim, matematikadan qatnashdim. Yana biz ham qatnashamiz. Faqat bitta o'quvchi borar ekan. Har bir fandan, har bir paralleldan. Yanagi o'ylaymanki, ko'p o'quvchilar shunga harakat qiladi. Biz birinchi marta mana shaharga o'tib, shahar olimpiadasida qatnashdik. Biz nima ekanligini endi ko'rdik. Birgalashib tayyorlanamiz yil davomida. Shuning uchun men hammanglar nomidan shu ilm uchun shunday sertifikatni bergan Ilhomjonga, shuni o'zi shu yerda bizning o'quvchimiz doim kelib sponsorlik qilib turadi. Bir qarsanglar chop qo'yinglarchi. Ishlariga rivoj, sog'lik tilayman, oilasi bilan tinch bo'lsin, oila a'zolari shu ukamizni baxtiga har doim tinch bo'lsin. O'zini yuzi oqda ham qorada ham yorug' bo'lishini men tilab qolaman shu ukamga. Rahmat. Men ham ozgina sinfimga sovg'am bor. Maqtov gрамотасы o'quv yilida yaxshi o'qigandi va bilim tarbiyasi bilan eng yaxshi yetishganligi jana ulguli turishi uchun 5-yil Jim turamiz. Klassining o'quvchisi Shahabiddin va Sumayya siylanadi. Mana Shahabiddin va Sumayyaxon sizga mana direksiya nomidan mana bu yerda sertifikatini ham berib qo'yaylik. Mana o'z bering sertifikatini. Mana Ilhomjon mana bu mendan sovg'a. Kitob sotib olasiz. G'ani va Mubinaxon. Mana sizga maktab direksiyasidan sovg'a. Mana Ilhomjondan sovg'a oling. Mana bu ham ozgina men Jirinovskidan rosa havas qildim. Mana Jirinovskiga o'xshab ulug' insonlardan bo'ling. Mana rahmat. Mansur Muhammad Umar. Sertifikatni Ilhomjon berdi. Mana olimpiadada qatnashib 5-sinflarning ichida eng yaxshi o'rinlarni egalladi. Men onasiga ham rahmat dedim bu yigitni. Hozir 5-sinf o'quvchilari ichida eng bo'ladigan yigit. Men buni o'zimni farzandimday yaxshi ko'raman. Buni bilib olinglar sizlar. Shuning uchun mana bu maktab direktoridan, mana bu mendan sovg'a Ilhomjonnikini oldingiz. Молодец, barakalloh. Turing. Nizomiddinov Muhammad Umar siylanadi. Nizomiddinov Muhammad onasi ham o'qituvchi. Bu ham harakat qilib 5 ga o'qiydigan bolalarimdan. Men shunday havas qilaman shu bolalarni ko'rib. Bir shunday yaxshi ko'raman-da. Bolalar bor ekan, bu bino. Bolalar yo'q bo'lsa bu kesak, yog'och. Shuning uchun bolalar bilan bu maktab obod bo'ladi. Mana bu maktab direktoridan, mana mendan sizga sovg'a, mana bu hozircha mana Ilhomjondan sovg'a. Bahramjonov Imron. Mana
olimpiadaga bor, rus tilidan bordingmi? Yaxshi, ruschani o'rgangin. Mana maktab direktoridan sovg'a, mana mendan sovg'a, ichidagini tushirib qo'ymagin, kitob sotib olasan. Barakalla. Ota-onalarga rahmat hammasini. Tarbiyalayotgan o'qituvchilarga rahmat. O'ylaymanki, shunday o'quvchilar ko'paysa, hamma yaxshi bo'laveradi. Faqat havas qilish kerak, yaxshi narsani havas qilish kerak. Yomondan nari bo'lish kerak. Qoradan nari bo'lish kerak. Qoraga yaqinlasang, qorasi yuqadi. Ilmli, bilimliga yaqinlasang, ilmli, bilimli bo'lasan. Millionerga yaqinlashsang, millioner bo'lasan. Yaxshiga yaqinlashsang, yaxshi bo'lasan. Solihga yaqinlashsang, soliha bo'lasan. Shuning uchun har tomonlama bilim, ilm olinglar bolalarim. Mana o'quv yili yakuniga yetyapti. Hammanglarga imtihonlarni yaxshi topshirib, o'quv yilini a'lo baholar bilan tamomlaysizlar degan umiddaman. Ota-onanglarning baxtiga tinch bo'linglar. Ota-onanglar qanday sizlar orqali maqsad qo'ygan bo'lsa, shu maqsadlar hammasini Alloh deb qo'llab-quvvatlaydi deb umid qilamiz. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Ilhomjonga yana bir marta minnatdorchilik bildiraman. Shunday o'quvchimiz biz maktabdan chiqibdi. Sizga yana bir qarsanglar chopqalar. Rahmat. Shuncha kelgan ota-onalarga ham rahmat, minnatdor. Bolalarni sevasizlar ekan. Juda ham yaxshi. Mana, opa, rahmat sizga ham. Vaqtingiz ochilib olsin. Rahmat og'ay. Shunday so'zlarni o'qib bizni ma'noyingiz ko'tarilib ketadi. Bolalar kim tushunsa, молодцы. Bugun bir ikki quloqsiz bolalarimiz bor. Sizlarga da bunday ulgu bo'lsin. Hozir Ilhomjon o'zi bir ikki nasihatini aytib qo'ysa, u qo'yilsa, anan chiroyli. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, ota-onalar, ustozlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Biz jamoamiz nomidan rosa o'ylandik, o'quvchilar uchun nima sovg'a bersak ekan, ya'ni yilda a'lochilar sayloti bo'ladi, eng yaxshi o'qigan o'quvchilar uchun nima bersak ekan deb turib, sovg'aning eng yaxshisi bilim bo'ladi deb jamoa bilan kelishib mana shu sizlarga sertifikatlarni tayyorladik. Bu bizning o'quv markazimizda xohlasanglar rus tilida, xohlasanglar ingliz tilida til o'rganishinglar mumkin, fanlarni o'rganishinglar mumkin. Boshlang'ichlarga ham inshaalloh kurslarimiz bor. O'rganishinglar mumkin. Bemalol bo'ladi. Agar ko'plashib boradigan bo'lsanglar, marshrutga ham yo'lga qo'yib beramiz, xudo xolasa. Bizning o'quv markazimizning asosiy maqsadi shu yoshlarni ilmli, bilimli qilishlik. Mana biz o'quv markazida o'qib, olimpiadalarga qatnashayotgan shu maktabda o'quvchilari ham bor. Bu yerda Madaminovlar bor, Abdulbosit bor, Qadirov. Bular xalqaro olimpiadalarga qatnashib, o'rinlarda olib kelyapti. Sizlar ham agar o'qiydigan bo'lsanglar, ana shunday dunyo kezishga imkoniyatinglar bo'ladi. Bu bolalarda tushiga ham kirmaganida Qozog'istonga borish yoki Toshkentga borish, yaqinda xudo xolasa Turkiyada bo'ladi olimpiada, unga borishadi. Bu olimpiadalar tushiga ham kirmaganida, lekin nima bo'ldi? Ana shu o'qishda, ilm olishda, bilimni orqasidan ana shu darajalarga yetishdi. Farg'onada olimpiadalarga qatnashib kelishyapti. Bu imkoniyatlar sizlarga ham beriladi. Yaxshi o'qisanglar, harakat qilsanglar, o'zingizlarning ustingizlarda ishlasanglar. Bizda ajoyib bir shiorimiz bor. Shuni aytib, shu bilan tugatamiz. Bugun o'qigan, ertaga o'ynaganlarda boshqaradi. Agar siz bugun o'qiyapsizmi, demak biling atrofingizdagi o'ynab yurganlarni boshqarasiz. Chunki bu yerda sizga rahbarlik qilib turgan, direktorlik qilib turgan, ustozlik qilib turgan odamlar tengdoshlari, o'rtoqlari o'ynab yurganda bilim olgan, o'qigan, mana sizni ustingizdan rahbar bo'lib, boshliq bo'lib turibdi. O'qimagan odam hech qachon hech qayerda rahbar bo'lmaydi, boshliq bo'lmaydi. Shuning uchun harakat qilasizlar, o'qiysizlar, o'rganasizlar degan umiddamiz. Hammalar uchun eshiklarimiz ochiq, markazlarimizda sizlarni kutib qolamiz. Yana boshqa mana shu bolalarda olimpiadalarga tayyorlash yoki o'sha shunga o'xshash holatlar bo'ladigan bo'lsa, biz xizmatga tayyormiz, xudo xolasa. Hammalarga rahmat, bizni shunchalik qadrlab chaqirganinglar uchun maktab administratsiyasiga, ustozlarga rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Rahmat dag'i bir yo'li Ilhomjon og'ayga. Sizga dag'i ishingizga igiliklar, o'qib borganingizda buldib, baldariz ko'p o'shol yerga borib, yaxshiroq bilimlarni olib kelishini biz tilab qolamiz. Hozir bo'lsa cho'ng klass